Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar. Bugungi ma'ruzamiz o'sha bozorga chiquvdik. Yana shu bozor davomida ketamiz. Chunki bu hayotda hozir mana shaharlarimizda juda katta bozorlar qurilyapti. 70-60% tijoratdamiz, hammamiz, ko'pimiz bola chaqa boqamiz, boshqa qilamiz. Bu masalalarni eshitib olaylik endi. Bu hayotda kerak bu hadislar. Bunga esimda yo'q ekan, bilmay qolgan ekanman deb qo'ysak, bunda juda bir katta xatolar qilib qo'ygan bo'lamiz. Hozir bozor qurilyapti, ko'payyapti, ko'pimizni ishimiz bozor bilan bo'lyapti. Shuning uchun mana shu oldi sotdilarda qanday muomalada, tarozilarda qanday qilish kerak, payg'ambarimizni muborak hadislaridan sizlarga yetkazamiz. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala rahimallohu abdan samhan iza ba'a samhan iza ishtara samhan iza iqtada. Ravohu Buxoriy. Allah rahmatiga olsin, Allah rahm etsin. Allah mehribonlik qilsin shunday insongaki debdilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Allah'ın rahmi kelib, Allah mehribonligiga, Allah marhamatiga olsin. Shunday bandaniki sotayotganda ham mardlik qilib sotdi, sotib olayotganda ham mardlik qilib sotib oldi, ikkita odamga hukm qilayotganda mardlik qilib hukm qildi. Ya'ni sotuvchi ham juda pastkash bo'lib ketish kerak emas. Peygamberimiz aytib turibdi, Allah mehribon bo'lsin, Allah rahm qilsin mard sotuvchiga. Endi oluvchini ham aytibdi. Endi sotuvchida yo'qmi u narsa? Allah marhamatiga olsin, Allah rahm qilsin mard oluvchiga. Oluvchi ham yerga urib olish kerak emas. Ba'zi juda molli yerga urib oladi. Bu ham bo'lmaydi-da. Molingiz arzirkan devorsa, o'sha ovatgan narsasida baraka ham bo'ladi. Yerga uradi, ayyoronalik qilibdi, o'zi yaxshi mol. Bunday ham qilish kerak emas. Sotganda ham, oluvchida ham. Endi ikkita odamni hukmini qilish, ikkita odam sizni bir hurmat qilib arzdodini aytib qoldi, bir hukm ana shu yerda ham haqiqat tomonini olib turib mardona hukm qilgan odamni ham Allah'ning unga rahmatu mehribonchiligi bo'lsin, Allah rahm etsin unday bandaga debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Osmon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadigan bu hadisda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar: "Adhalallahu azza ve celle rajulan kana sahlan mushtariyan ve bai'an ve qadiyan." Allah Taala savdada, oldida, yo sotdida, sotuvaganda, sotuvatganda, yo sotayotganida, yo ikkita tomonga hukm qilayotganda yengillik qilgan, zihnalik qilmasdan pelini kenglik qilgan odamni jannatga kirgizadi. Uni jannati qiladi. Ko'rdingiz, oldi sotdi qilyapsiz, tijorat qilyapsiz, shuni o'zida savob ish qilyapsiz. Nima bilan? Fe'lingizni yaxshiligi bilan. Yaratgan baraka bersin har bir narsada. Allohning rahmati, barakoti shunday odamda bo'ladiki, sotayotganda ham birovni dilini ranjitmay, qiynamaydi. Ovatganda ham mol sotayotgan odamni dilini ranjitib, qiynatib qo'ymaydi.
va bir ikkita uchta o'rtada hukm qilayotganda ham odilona hukm qiladi. Shunday bandani jannatga kirgizadi Alloh debdilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Man kana hayyinan layyinan harramahullohu alan-nar." Kimki muomalada odamlar bilan muomala qilayotganida, oldi sotdidami, boshqa dunyo ishidami, oxirat ishidami, tili shirin, muloyim bo'lgan odam Alloh taolo do'zaxni harom qilar ekan. Tili shirin, muomalalik insonni kim u? Otasi tengi bilan boshqacha, akasi tengi bilan boshqacha, o'zi tengi bilan bir boshqacha, ukasi tengi bilan bir boshqacha muomalada qaysi kasb egasi bo'lmasin, qanday hunar yo tijorat yo usta kim bo'lishdan qat'iy nazar muomalada uni hojati tushganmi, buni hojat, endi bizda ko'proq hojatimiz tushsa yumshoq bo'lib ketadiganlar ko'p, ishi bitguncha. Lekin unga hojat tushganga muloyim qiladigan kam. Boshini ko'tarib turadi. Sani ishing menga tushyapti deydi de. Hali ishi tushgan endi biram muloyim bo'lib ketadi, biram yumshoq bo'lib ketadi. U ham ishini bitkizib olgandan keyin uni tanimay o'tib ketadi. Bunaqa emas. Bu payg'ambarimiz ta'riflayotgan har qanday muomalada. Ha bunga ishi tushsin, ha buni ishi tushyapti. O'zidan kattani, o'zi tengini, har birini huquqini bilib muomalani yaxshi qilib yurgan odam Alloh taolo jonini, tanini do'zaxga harom qilar ekan. Mana fe'ldan, xulqdan bo'ladigan sizga mukofotlar. Bu Muhammad Rasulullohning so'zlari, aziz birodarlar. Va buni osmondan topib o'z foydamni ko'zlab gapirmayotibman. Bu 14 asrlik Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari. Endi qo'pollarchi, juda ko'payib ketgan qo'pollar. Salom bergisi kelmaydi. Bir odam bilan bir tuzuk so'rashni bilmaydi. Manmansirash. İmam Buxoriyda bir hadis bor, o'zlarini ibodatlarini, o'zlarini ko'rinishlarini, amallarini peshlab boshqa odamlarni bir pulga olmay, boshqalarni ibodatidan, amalidan kulib yurganlar, kamondan o'qqanday chiqsa dindan shunday chiqib ketganlarini bilmay qoladi ular. Ularni xuni halol deganlar. Shundaylar paydo bo'lib qoldi. O'zlari bir boshqacha, haligi bechara oddiy namoz o'qiydigan u endi bir 5-tabaqada bilmaydiki, unikini Alloh ibodatini qabul qilyaptimi, bunikini nima? Lekin o'zini hamma narsadan xabardordek qilib ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ismah yusmah laka." Birovga mardlik qilgin, birovga juvon mardlik qilgin, senga ham mardlik qiladiganlar topiladi. Har qanday insonga zihnalik qilib qo'yma. Bir kuni boshingga shundoq kun kelib qoladiki, sen ham zihnani qo'liga qolib qolasan. Mard bo'l, mardlik ko'rasan deyaptilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ochiq ko'ngil bo'l. Birov bir narsada qiynalib turgan bo'lsa yordamingni beror. Senga ham xuddi shunday ishni Alloh boshqadan qaytartirib qo'yadi. Qanday yomon birovga hojatsiz begona yurtdasizda shu mashinaga ishingiz tushib turibdi. Yog'ini olib borib qo'y, yo'q vaqtim yo'q. Olib borib qo'ygin, iltimos shundoq boramiz. Yo'q, siz shunday qilgansiz bir kuni. O'zingiz yurtingizda. Sizga Alloh qaytaryapti. Mard bo'ldingiz, keling otaxon, keling og'ayni musofir ekansiz. Qaqqa borib qo'y, hech nima qilmaydi, o'tiring. Vaqtim bor. Siz ham bitta joyga bor. Bu hayotda qutulish yo'q, bo'ladi. Siz ham bo'ldingiz bitta joyga bordingiz. Sizga ham mehmon. Ya o'tiring, olib borib qo'yaman.
o'sha qilgan savob ishingiz sizga Alloh qaytardi. Mard odam mana shu hayotda yaxshilik qilib yurgan odamga yaxshilik qaytaveradi. Zihna, fe'li tor, yomon ko'radi, birovga yaxshilik qilganni o'zi qilmaydi. Birov yaxshilik qilganni ham yomon ko'radiganga o'ziga ham shunday kunlar qaytadi. Bunday odam o'zi ham hayotda qiynalib qoladi. Chunki har bir narsa hisoblikda. Sarvara olam bu so'zlarni qarang, mardlik qil, senga ham mardlik qilishadi. Nomardlik qilsang, nomardlik kuniga qolasan. Uzayfa roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar. Dakhala rajulul jannata bisamahatihi qadiyan va muqtadiyan. Kirdi bir banda jannatga mardligi sababidan. Payg'ambarimiz hadis qudusiyani aytib beryapti. Qiyomatda holati menga merojda ko'rsatildi deydilar. Hisob kitob holatlari ham ko'rdim deydilar. Bir banda so'roq qilindi. Bandam, nima ish qilarding? Tojir edim. Do'konim bor edi. Qiynalib qolgan odamga nasiyaga narsalar berardim. To'lasa olardim, to'lamasa zo'rlamasdim. Bermay ketsa yonimdan to'ldirib qo'yardim joyini. Ey bandam, meni bir ojiz bandam bo'lib turib, men bersam sen ham yeysan. Mendan bir rizq talabida bo'lib turgan bandam bo'lib turib, shu ishni qilganingga hisob kitob yo'q, jannatga kiraversan. İnsanlarga qanday muomalada bo'lgan bo'lsang, senga ham men shunday muomalada bo'laman. Bor. Seni ham qarzlaring olam kechirib yubordim. Mardlik qilsangiz insonlarga faqatgina o'ziz uchun emas, Alloh taolo ham sizni o'sha fe'l xulqingizga yarasha muomalangizni ko'rsatadi. O'zini qandayligini bildiradi. Tor bo'lsangiz, zihna bo'lib ketsangiz, odamlarga hech bir odamlar yoqmay, odamlarga bir yaxshilik qilgingiz kelmay qolgan bo'lsa, ana o'zingizga ham shunday muomalada Alloh taolo bir kun hisob kunida murojaat qiladi. İbn Abbos raziyallohu anhuma, Alloh o'zlaridan va otalaridan Alloh rozi bo'lsin. Lamma qadima an-nabiy sallallohu alayhi vasallam al-Madinata kanu min aqbasin nasi kaylan. فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge kelganlarida ya tarozidan uradigan ekan Medineliklardan. Peygamberimiz yangi hicret qilib kelganlarida. Ya eng tarozidan urib qoladigan odat shularda ekan. Shundan so'ng Alloh taolo payg'ambarimizga Vaylul lil mutaffifin, mutaffifin surasini, ya'ni tarozidan, gazmoldan urib qoladiganlarga dahshatlik azob bor. Jahannamning ichida bir vayl degan vodiy bor. Jahannamdagilar ming marta undan panoh tilashadi. O'shatga tushib qolmaylik deb. Jahannam o'zi ham tarozi bilan metrdan urib qolganlarga shu vodiy nasib etadi. Azobi juda qattiq degan oyat tushgandan keyin Madinaliklarga buni yetkazib tushuntirib berganlaridan keyin hammasi tarozilarni borib to'g'illashib 100 gram, 200 gram urib qoladigan, 50 gram urib qoladiganlarni to'g'illatib olib, 1 kiloga 1 kilo qilishib, to'g'illab olishib,
o'lchovda-yu vaznda to'g'ri bo'lgan ekanlar. Buyog'i keyin Madina-i Munavvara bo'lib barakotli bo'lib ketgan ekan. Har bir shaharni toshu tarozisi to'g'ri bo'lsa, fayzi barakoti zo'r bo'ladi. Qaysi bir shahardan toshu tarozi xiyonatga o'tsa, bi fayz, bi baraka, ofat, balo, har xil ishlar o'sha yurtga tushaveradi. İbn Abbos roziyallohu anhuma aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li ashabil kayl val vazn innakum qad ullitum amran fihi halakatil umamus salih va qablakum. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, bir kuni tarozi, o'lchov, metr tarozi o'lchaydiganlarga sizlar ega qilindingiz shunday narsagaki, sizga berilingan narsa shundayki javobgarlik. Mana shunga ahamiyat bermasdan sizdan oldin o'tgan odamlarning ko'pi baloga, halokatga yo'liqib ketishdi. Tarozidan urib qolib, metrdan urib qolib, yer yutvardi shaharlarini. Qanday bir balolar keldi, urush balolari, qirg'in qahatchiliklarni kelishib mana shu tarozi bilan o'lchovdan bo'lar ekan, birodarlar. Hali yana bunga bitta hadis keladi. Tarozi bilan ishlaydiganlarimizga ko'p tayinlab qo'yishimiz kerak ekanki, biriniki mingga bo'lib, shular sababidan balo ofatlar kelishi hech gap emas ekan. Walam yanqudul mikyala wal mizana illa ukhiza bis-sinin. Tarozi va o'lchov xiyonat qilingan joyga ocharchilik, qahatchilik kelar ekan, yomg'ir yog'may qo'yar ekan, ekinlar hosil bermay qo'yar ekan, qurg'oqchiliklar boshlanib ketar ekan. Birodarlar, musulmonmisan desa, alhamdulillah musulmonman deydi. Tarozinga qarab turib o'xshamayotibsan u desangiz yoqangizdan ushlaydi. Musulmon degani taslim, Allohning buyrug'ini qilmadiganini qilmaydigani-da. Mu'min degani Allohga ishongani. Allohga ishonsa, Allohni qilma deganini qilmasa, qil deganini qilsa, unda musulmon. Abu Hurayra raziyallohu anhudan bu hadis rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man hamala alayna silaha falaysa minna va man ghashshana falaysa minna." Kimki bizga qilich ko'tarsa, u bizdan emas, musulmon emas. Kimki bizdan sir bekitsa, ya'ni musulmonlardan sir bekitib, ayb bekitib, aybi yo'q deb narsa sotsa, meni ummatim emas debdilar. Mana buni kengroq qilib tushuntiraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan odamni oldidan o'tib ketayotdilar. Hali ovqatga bunday qo'llarini olib borsalar, ustini yopib qo'ygan ekan, ovqatning ustida suv. Nima buni usti suv bo'lib qopti dedilar. Hali odam aytdi, yomg'ir yog'uvdi, shuni suvlari tegdi. O'shani suvi. Odamlar bilmasa olib yeydi-da, suvni ovorgin yoki buni bekitmagin, ko'rsatib qo'y, suv tekkani ko'rinib tursin, suv tegib ayniganini bekitib qo'yib sotyapsan. Kimki bunday qilib sotsa, musulmon emas, meni ummatim emas dedilar. Ko'rdingiz? Olmani ham bundoq sassiganni boshqa joyga olib qo'ying, unga narxni boshqa qiling. Tozasiga boshqa qiling. Tuppa tuzuk ayollar, bola chaqa boqib yuradigan ayollar, kap-katta erkaklar
Shunda amallab turib chirigan shundan nima ketdi-yu? Xonadoningni barakasi, qalbingdagi iymon ketdi-ku shu sassigan narsa bilan. Shu bilan nech pul topib olding? Qanchalik bosib qoldi? Uni olib qo'y bu yoqqa. Tozasini zo'r dedingmi, zo'rini ber. Sassiganini o'zini alohida qo'yib qo'y. Halolni kerakmi? Haloldan rizq qidirish deganda shu. Shuni payg'ambarimiz aytdilar, bunaqa bekitib sotmagin. Buni ko'rmaydi musulmon, oladi. Qarasaki suv kirib qolgan ichiga gunohkor bo'lasan va bizdan meni ummatim musulmon bo'lmay qolasan dedilar. Bir taom furushi oldidan o'tib ketayotganda kavob do'yli kavobini maqtab qoldi. Voy zo'r kavob, qo'chqor go'shida deb maqtab qoldi-da. Payg'ambarimiz bunda haligini ushuvdiki, yaqib borib hidlanib yomon bo'lib qolganlari ham bor, tozasi ham turibdi. Orada kechagisimi, o'tgan kunisigisi ham bor. Shunda Sarvar olam aytdi: "Buni eski sassigan deb sot. Yangisini bu yoqqa qo'yib sot. Aldab sotish, aybini bekitib sotish musulmon emas" dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana bunday qilib tushuntirish kerak. O'shanda keyin tushunadi o'zini kim ekanligini. Bu yerda o'tirganlarning 10%igina musulmon desa, unda hammaga tegadi. Mana shunday qilib aytsa, gap egasini o'zi topib olaveradi. O'zini musulmonmi, musulmon emasmi bilib olaveradi, to'g'rilashga o'tadi. Hech kim bilmay qoladi. Ishim bo'lmas ekan-ku, chatoq qilibman u. 5-6 ta chatoqlarni qo'shib sotib yubordim. Unga Qur'on ham sotib o'qibman. Unga Xudoyi ham qo'yibman yig'ib. Bu yog'i bo'lmas ekan deb yo'lini to'g'rilab olsin. Ayniqsa hozirgi kundagi dolzarb paytdagi masala shu birodarlar, yetkazinglar. Ayron sotadimi? Suvni ko'p qo'shib yormasin. Boshqa qiladimi? Baribir suvniki suvga, qatuvniki qatuv qolaveradi. Buni yana masalalari keladi. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man ghashshana falaysa minna wal makru wal khida'u fin-nar." Bizga qorong'ulik qilib narsa sotgan yo bir so'zni tushuntirgan bizdan emas, chunki makr va yolg'on ikkalovi do'zaxda. Mo'min musulmon do'zaxga kirmaydi-ku. Makkor kiradi, yolg'onchi kiradi. Demak, u makr ishlatdi, yolg'on ishlatdi. Shunday qilib yuradiganlar juda ko'p. O'zlarini bir boshqacha ham sanab yurishadi. Ana bu diqqatiga sutpurishlarni. Anna Abu Hurayra radhiyallohu anhu marra binahiyatil harra fa iza insanun yahmilu labanan yabi'uhu fa nazara ilayhi Abu Hurayra fa iza huwa qad khalatahu bil ma'i fa qala lahu Abu Hurayra: "Kayfa bika iz qila laka yawmal qiyamati khallisil ma'a min al-laban." Abu Hurayra raziyallohu anhu bir qishloqni oldidan o'tib ketayotsalar, shaharga sut olib borib sotadigan odam bir suv bor joyga kelib, sutga suvni qo'shdi. Sutga suv qo'shdida aralashtirib, bu ja qadimiy ishlar ekanda, sutga suvni qo'shib ketayotgandiki, Abu Hurayra to'xta. Iymon bormi? Ey musulmon, qiyomat kuni sutga suv qo'shganlarga Alloh aytar ekan, sutdan suvni ajratasiz, jannatga kiraverasiz. Ajratolmaysizmi, do'zaxga kirasiz. Ana, nima qilasan shunda dedilar. Nima bo'ladi holing? Qaytan sut bilan endi suvni qanday ajratasan? Bunaqalar yo'qmi? Birodar azizlar, ko'p qimiz purushlarga ham bu daxldor.
ayron qilib qimiz deb sotsa dahshat bo'ladi bir kuni. Juda ham dahshat bo'ladi. Yo o'ziga, yo bolasiga, yo moliga, yo bir palakatiga, yurtiga uradi kasr. Sutni ham shunday. Sutga sut qo'shganni, yo tanaga bir kasallik, yo ichki kasallik, yo bola, yo avlod, yo nabira bittasiga ta'sir ko'radi. O'zini o'ziga sotsangiz, rizqingizni yesangiz bo'lmaydimi? Nima yetmaydi? Endi bu yerdagi o'tirganlar unday qilmaydi-yu, kasdan eshitar. Shunda hushyor bo'ling. Qiyomatda sut bilan suvni ajrata olmay qolasiz. U degani jannatga kira olmaysan, do'zaxga kirasan degani. Qayoqda mana shundoq ishlar turibdi, biz hali lodonlar omin talashib, raful yadayn talashib, man undayman, qancha man bu yerda xalqni tuzatadigan, gapiradigan iymonlik, e'tiqodlik, tarbiya so'zlari turibdi, bular hali namozni talash. Yetarlarda. Bular qo'g'irchoq hammasi. Qo'g'irchoq bozlar bor. Shu yosh fidoi bolalar agar iymon e'tiqodini namozga, zikrulloh, fikrullohga, ilmni yana tuzukroq o'qishga sarflaganda bir boshqacha bo'ladi. Bularni onglarini, fe'llarini ana ularniki nodurust, saniki durust. Mana shu bitta ushab olgan narsa harom turganda faqat bid'atga yopishtirilyapti. Haromni yo'q qilish kerak. Bid'at o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Sibo roziyallohu anhu bir tuya sotib olmoqchi bo'lib bozorga tushibdilar. Bir odam tuyasini olib ketdi. Abu Sibo aytibdilar, ta'rifla, tuyang qanaqa? Buncha go'sht beradi, buncha qiladi, buncha qiladi. Buni bunday semiz, bunday qornida buncha nimasi bor, uydi, buydi debdi. Endi bunday tuyasiga qarasa, egasini maqtaganicha bittasi ham to'g'ri emas. Hatto tuya cho'loqroq ekan. Ey dedilar. Eshitmaganmisan? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar: La yahillu li ahadin yabi'u shay'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman alima zalika illa bayyanahu. Nimaniki sotsang aybi nuqsonini bayon qilgin. Oshirib yormagin. Bo'lmasam uni puli halol bo'lmaydi. Harom bo'lib qoladi-ku. Bu harom molni na yeyolmaysan, na hajga bora olmaysan, na bir ishga qishlata olmaysan. Endi bor odamlarimiz qasam ham ichib yuboradi. Yo'q, aybini etib sotgandagina halol bo'lar ekan. Nima borligini? Yaxshi tomonni etsin, aybi nuqsoni etsin, shunda halol bo'lar ekan. Mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, al-muslimu akhul muslim. ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب الله يبينه. Musulmon musulmonning akasi ukasi, aka uka musulmon musulmonga. Musulmonga halol emas, ruxsat emas, aybini etmasdan sotishlik. Biron narsani sotadigan bo'lsa, molini aybi bo'lsa, aybini albatta etish kerak ekan.